Assalomu alaykum og'aylar. Mana bugun ikkita Tiko keluvdi. Mana o'sha shom bo'lib ketdi. Ertamasi xarat degan mashinani ikkosini. Mana даже kecha kech payt tashlab ketgan. Mana vaqtda mana bo'lgan ishlar mana ikki Tikoda ham. Tramblyor ichi polni обслуживание qilindi. Pachimliklarni yog'ladik. Datchiklarni ikki datchikni ham qatirdik, ichi o'ynab qo'ygan ekan. Pachimliklar yog'landi. Центробежный грузикlar настройка qilindi. Xo'p, karburator полностью ichi yangilandi, avtopodsos hamma yoqda ishlashini to'g'riladik. Klapanlar monotikoda zajatый bo'lib qolgan ekan. Monotsilindr bilan monotsilindrdiki zajatый edi ekan, qisilgan. Xo'p, bular to'g'riladik. Karburator bo'ldi, svichalar. Hozir bunga ham denso qo'yamiz. Inshaalloh Xudo xolasa bu bitta ish, bu endi yuradi. Bu monol bo'lsa mana hozir yurdi. Ben xuddi shuna qilindi. Xuddi shunga o'xshagan tramblyor polностью обслуживание qilindi. Klapanlar. Buniki bo'shid ekan klapanlar. Bo'shatib olgan ekan. Через-чур bo'shid ekan. Buni klapanlari tortildi, buni Matis motor ekan. Svichalar denso qo'yildi. Pravadalar yaxshi ekan. Nimasini сопротивлениесini o'lchadik, yaxshi o'zgarib qoldi. Karburator polностью ichi yangi bo'ldi. Koreyskiy komplekt bosildi, inshaalloh Xudo xolasa avtopadsozlar to'liq ishladi. Mana o'sha padsos ochib bo'ldi, ost nastroykalari ham bitdi. Buni hozir o'chirib, krishkalarni yopib, egasiga telefon qilamiz, kelib ketishadi hozir. Mana shunaqa og'aylar, bir kunda ikkita mashinaga ulguyapman. Shuning uchun oldindan telefonlashib, o'chirib olsanglar 3 kun periodga o'chirib yozilishib olyapti. Shuning uchun ko'pchilikka kelgan payt ulgurmayapmiz. Oldindan telefonlashib, kunini aytamiz, shu kunga kelaverasizlar. Mana shunaqa ishlarga beraveramiz. Og'aylar, Tikolar mana hozir sovuqda juda ko'pida problema bo'lyapti. Endi bu bitta karburator deyla qilishmasdan, buni полностью обслуживание qilgan boshqa bo'ladi. Полностью обслуживание mashi bo'ladi mana. Meni просто kayf qilasiz. Meni mazza qiladigan mashina qilib beryapsiz. Rohatlanasiz meni.